tadbirkorlar bugun Agrobank Toshkent shahar filiali rahbariyati tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan 3 tajribaga asosan bu uchrashuv o'tkazishdan asosiy maqsad biz kredit mahsulotlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berish, sizlar muammo takliflaringiz bo'lsa ularni birgalikda hal etish, yana qo'shimcha bu orqali ish o'rni yaratishdan iborat. Biz kredit mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, biz hozir dasturlarga asosan 3 xil turdagi kredit ajratamiz. Birinchisi yuridik shaxslar uchun 312-sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha garovsiz, 100 million 300 million so'mgacha garov asosida. Undan tashqari PP7 qarorga asosan 17 million so'mgacha Toshkent shahar bo'ylab 25% dan erkaklarga, 23% dan ayollarga 4 yilga muddatga ajratiladi. O'zimiz bankiga fuqarolarga. Bundan tashqari bizning bankimizga biriktirilgan 6 ta mahalla bor. Yangiqayot tumanidan u yerda istiqomat qiluvchi jismoniy shaxslarga 50 million so'mgacha 25% dan 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli tarzda ajratiladi. Kimda mana shunaqa kredit mahsulotlarimizga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, kimga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalar yoki takliflar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, eshitishga tayyormiz. Kimda savol bormi? Kredit mahsulotlari bo'yicha hozir davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tadbirkor ayollarga 2% kredit summa foizidan 2% chegirma asosida lьгота berilyapti. Ayollarga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bundan tashqari kimdadir loyihalari bo'lsa, tadbirkorchilik istagini bildirgan bo'lsa, 5 tadan ortiq ish o'rni bilan band qilsa, ularga yanada imtiyozlar bor, soliq imtiyozlari bor. Shunga o'xshash imtiyozlar juda keng yaratilgan.